عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والمتابعين. اليوم ندرس الدرس الجديد من كتاب الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari, bugundan boshlab yangi kitobdan yangi darslarni boshlaymiz. Va bu ishimizda sizlardan qo'llab-quvvatlab turishlaringizni va duolaringizda eslab turishlaringizni iltimos qilamiz, toki bu ishimiz oxiriga yetguncha. Va bu darslarimiz inshaalloh kanalimizga haftada 2-3 marta joylab boriladi. Kuzatishda davom etsak, Alloh taoloning izni bilan ancha manfaatlar olamiz. Demak, bu kitobning nomi Kunuz va birinchi qism, ya'ni mana bu yerda ham yozib qo'ygan al-wahdatul ula. Wahda degani ya'ni qism yoki bo'lim deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Ya'ni birinchi qism. Xo'p. اسم هذه الوحدة أنا أحب أسرتي. هذه الوحدة تتعلق بالأسرة. demak, bu vahdaning nomi, ismi men oilamni yaxshi ko'raman degani, ya'ni ana men uhibbu yaxshi ko'raman, usrati oilam. Va bu vahda oila mavzulariga taalluqli. Mana bu yerda al-usratu yoki al-ailatu deb yozgan. Mana shu ikkisi ham oila degan ma'noni anglatadi. الدرس الأول يعني birinchi dars. Usrati mening oilam degani. Mening oilam degani. Afrodul usra. Afrod ya'ni kishilar, shaxslar deb tarjima qilgan bo'ladi va bu yerda oila a'zolari deb tarjima qilamiz. Hadihi suratu usrati. Bu mening oilamning surati. Demak, tanishib chiqamiz. Avval o'ng tarafdan boshlaymiz. Demak, al-abu yoki al-validu ismi Toriq ekan. Al-ab kim? Al-ab bu ota. Al-validuchi bu ham ota. Ya'ni ikkala so'z ham ma'nodosh hisoblanadi. Ismi esa Toriq ekan. Al-ummu al-walidatu ismuha Fatima. Ya'ni ona degani. Al-walidatu bu ham ona degani. Ismlari Fatima ekan. U al-ibnatu al-bintu ismuha Amal. Demak, al-ibnatu yoki al-bintu bu ikkisi ham qiz degani, ismi Amal ekan. Va to'rtinchisi, al-rabi' al-ibnu al-waladu ismuhu Khalid. Demak, al-ibn o'g'il degani, al-walad ham o'g'il yoki bola deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Ismlari Khalid ekan. Al-ibnu al-waladu. Demak, bu ham o'g'il degani va ismi Valid ekan. Khalid ibn Valid radhiyallohu anhu borlar-ku, mana shu kishi bilan ismdosh ekan. Demak, mana shu yergacha oila a'zolarini, ismlarini
ma'nodoshlari bilan ko'rib chiqdik. Va keyingisi al-jaddu, bobo degani. Ismlari Badr ekan. Oxirgisi al-jaddatu, ismuha Maryam. Va oxirgisi al-jaddatu, momo yoki buvi desak ham bo'ladi. Ismlari Maryam ekan. Demak, hadihi sura jamila. Sura jamila. Madha? هؤلاء أفراد الأسرة يتكلمون بالسرور. Yani bu chiroyli surat, oila a'zolari bu suratda zavq va xursandchilik bilan suhbat qurib o'tirishibdi. Demak, birinchi darsimizni mana shu yerdan yakunlaymiz va sizlardan darslarimizni kuzatib turishingizda va foyda olsangiz o'z yaqinlaringizni ham kanalimizga taklif qilishingizni so'raymiz. Ma'assalam, ila liqo.